Salom do'stlar. Siz hozir qaysi yilda yashayapmiz deb o'ylayapsiz? 2026-yil? Yo'q, adashasiz. Agar siz Shimoliy Koreyada bo'lganingizda, hozir ko'chada 114-yil bo'layotgan bo'lardi. Shimoliy Koreyada hozir 114-yil. Chunki u yerda Cho'chqi kalendari amal qiladi va yillar ushbu davlat asoschisi Kim Il Sung tug'ilgan 1912-yildan boshlab hisoblanadi. Bu yer shunday joyki, u yerda Coca-Cola ichish jinoyat, jinsiy shim kiyish vatan xoinligi, davlat rahbarlari esa hojatxonaga umuman bormaydi deb hisoblanadi. Bugun biz dunyodagi eng yopiq, eng sirli va eng g'alati mamlakat Shimoliy Koreyaning kulgili va sizni aqlingizga ham sig'maydigan tomonlari haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Pxenyanga xush kelibsiz. Shimoliy Koreyani tushunish uchun eng avvalo ularning rahbarlari, kimlar sulolasi bilan tanishish kerak. Ular oddiy prezident emas. Ular Marvel qahramonlaridan ham o'tib tushishgan va o'z xalqi uchun tirik ilohlardir. Kim Il Sung mamlakat asoschisi, Shimoliy Koreyaning birinchi rahbari bo'lgan. U maktab darsliklarida yaponlarni deyarli bir o'zi yenggan deb o'rgatiladi. Uning rasmi har bir uyda bo'lishi shart. Eng qizig'i, uydagi kimlar sulolasining portretlarini chang bosishi yoki qiyshayib qolishi og'ir jinoyat hisoblanadi. Maxsus inspektorlar uylardagi portretlarni muntazam tekshirib turishadi. Agarda yong'in, zilzila bo'lsa, o'z bolasidan ham oldin avvalo portretlarni olib chiqish muhim hisoblanadi. Endi uning o'g'li marhum Kim Chen Ir haqida. Uning tug'ilishi haqidagi afsona Marvel kinolaridan ham o'tib tushadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u 1942-yilda oddiy tug'ruqxonada emas, muqaddas Pektu tog'ida tug'ilgan. O'sha paytda qish birdan bahorga aylanib, osmonda yangi yulduz porlagan va ikkita kamalak chiqqan. Qushlar esa koreys tilida qo'shiq aytgan ekan. 백두산의 새별이요. Tasavvur qilyapsizmi? Hali bu holva. U tug'ilgach 3 haftaligida yurishni boshlagan va 8 haftaligida gapirgan. Universitetda o'qib yurganida esa 3 yil ichida naq 1500 ta kitob yozgan va 6 ta opera bastalagan. Bu har kuni bittadan ko'p kitob yozish degani. Sportchi sifatida ham u daho. Hayotida birinchi marta golf o'ynaganida u 11 ta hole in one, ya'ni koptokchani 11 ta chuqurchaning barchasiga birinchi urinishdayoq tushirgan. Bu golf qiroli Tiger Woodsning ham tushiga kirmagan natija. Shimoliy Koreya xalqi shunga ishonadiki, ularning davlat rahbarlari hojatxonaga bormaydi. Rasmiy propagandaga ko'ra, Kim Chen Irning tanasi shunchalik mukammal ediki, u yeb ichgan ovqatini to'liq energiyaga aylantirgan va o'zidan axlat chiqarmagan. Ular buni ilohiylik belgisi deb bilishgan. Hozirgi rahbar Kim Chen In ham bobosi va otasidan qolishmaydi. U 3 yoshida mashina haydagan, 9 yoshida esa yaxtada poyga o'ynab g'olib bo'lgan. Bundan tashqari, Kim Chen In ob-havoni boshqara oladi. Agar yomg'ir yog'sa, rahbar xafa, agar quyosh chiqsa, demak rahbar xursand. Xo'sh, qo'shtirnoq ichidagi xudolarni bilib oldik. Shimoliy Koreyaning oddiy xalqi qanday yashaydi? Keling, ularning turmush tarzidagi taqiqlarga nazar tashlaymiz. Ertalab turib soch turmagingizni tanlamoqchisiz. Davlat siz uchun hammasini hal qilib qo'ygan. Ayollar uchun rasman tasdiqlangan 18 xil, erkaklar uchun esa 10 xil soch turmagi bor. Boshqacha kestirish taqiqlanadi. Kiyim-kechak masalasi ham qiziq. Sizning shkafingizda ko'k jinsiy shim bo'lsa, unda siz Shimoliy Koreyada Amerika josusi hisoblanasiz. Ko'k jinsi Amerika imperializmi ramzi hisoblanadi. Uni kiyish qat'iyan man etiladi. Shuningdek, Shimoliy Koreyada Coca-Cola rasman sotilmaydi. Hozir qo'lingizdagi telefon yoki planshet orqali meni ko'rib turibsiz. U yerda esa global internet yo'q.
Oddiy xalq Instagram, YouTube nimaligini bilmaydi. U yerda faqat hukumat tomonidan nazorat qilinadigan ichki tarmoq mavjud. Uyingizdagi radioni esa o'chira olmaysiz. Har bir uyda hukumat radiosi bo'ladi. Uni ovozini pasaytirish mumkin, lekin o'chirish taqiqlangan. U har kuni ertalabdan kechgacha hukumat yangiliklarini aytib turadi va propaganda tarqatadi. Lekin eng g'alati paradoks shundaki, internet, jinsiy shim, hatto soch turmagini taqiqlagan joyda marixuana qonunan taqiqlanmagan. Buni tushunish qiyin. Yana bir cheklov, oddiy xalq o'z mamlakati ichida ham erkin yura olmaydi. Poytaxt Pxenyanda yashash yoki viloyatdan viloyatga o'tish uchun maxsus ruxsatnoma kerak bo'ladi. Shimoliy Koreya fani va iqtisodiyoti ham o'ziga xos mo'jizalarga boy. Masalan, qishloq xo'jaligi. Mamlakatda kimyoviy o'g'itlar yetishmaydi. Shuning uchun davlat fuqarolardan o'z axlatlarini, ya'ni najasini yig'ib topshirishni talab qiladi. Har bir fuqaroning rejasi bor. Dalalarni mana shunday o'g'it bilan boyitishadi. Ocharchilikni yengish uchun yana bir g'alati loyiha bo'lgan. 2007-yilda Kim Chen Ir Germaniyadan gigant quyonlarni olib kelib, ularni ko'paytirishni buyurgan. Maqsad bu ulkan quyonlardan ko'proq go'sht olish edi. Lekin loyiha o'xshamagan. Tibbiyotda esa ular Nobel mukofotiga arziydigan kashfiyot qilishgan. Kumdang 2 nomli dori OIV, saraton va hatto Ebola virusini davolaydi deb da'vo qilishadi. Dunyo olimlari buni eshitib, sochini yulib tashlashi mumkin, lekin shimolliklar bunga ishonishadi. Ovqatlanishda ham o'ziga xosliklar bor. Masalan, siz gamburgerni kim ixtiro qilgan deb o'ylaysiz? Amerikaliklarmi? Yo'q. 2000-yillarda Kim Chen Ir go'shtli 2 nonni ixtiro qilganini e'lon qilgan. Shimoliy koreyaliklar gamburgerni ularning dohiysi yaratganiga chin dildan ishonishadi. Shimoliy Koreya televideniyasi bu haqiqiy fantastika olami. U yerda bor yo'g'i 3 ta kanal ko'rsatadi. Shulardan ikkitasi faqat dam olish kunlari ishlaydi. Lekin u yerda ko'rsatadigan narsalarni aqlga sig'dirish qiyin. Sport qoidalari ham boshqacha. Basketbolda agar to'p uzoq masofadan savatga tegmasdan tushsa, 3 ochko emas, 4 ochko beriladi. O'yin oxiridagi gollar esa ko'proq ball keltiradi. 2014-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati esingizdami? Germaniya yutgan edi-ya? Yo'q. Shimoliy Koreya xalqi uchun o'zlari chempion bo'lishgan. Xalqqa ko'rsatilgan soxta xabarlarda Shimoliy Koreya finalda Braziliyani 8-1 hisobida yutib, jahon chempioni bo'lgani aytilgan. Shimoliy Koreyaning jahon chempioni bo'lganligi to'g'risidagi soxta reportajni Telegram kanalimizga yuklaganmiz. Video ostidagi havola orqali Telegram kanalimizga kirib, ushbu videoni ko'rib olishingiz mumkin. Lekin eng kinobob voqea 1978-yilda sodir bo'lgan. Kim Chen Ir kino fanati bo'lgani uchun Janubiy Koreyalik mashhur rejissyor Shin Sang-ok va uning aktrisa xotinini o'g'irlab keltirgan. Ular 8 yil davomida asirlikda saqlangan va majburan o'nlab filmlar suratga olishgan. Eng mashhuri Pulgasari nomli film bo'lib, bu Godzillaning kommunistik versiyasi edi. Va nihoyat bularning bari shunchaki ko'zbo'yamachilik ekanligini isbotlovchi faktlar. Janubiy va Shimoliy Koreya chegarasida Shimoliy Koreya tomonidan tinchlik qishlog'i qurilgan. Uzoqdan qaraganda chiroyli binolar, chiroqlar yonib turadi, lekin aslida u yerda hech kim yashamaydi. Uylarning ichi bo'm-bo'sh, derazalar shunchaki rasm qilib chizilgan. U yerda har tong bolalar o'ynagani, odamlarning xushchaqchaq kulgulari eshitilib turadi. Bu aslida katta ovoz kuchaytirgichlar orqali qo'yilgan fonogrammadir. Bu shunchaki bizda hayot zo'r deb ko'zbo'yamachilik qilish uchun qurilgan. Aytgancha, Pxenyan metrosi dunyodagi eng chuqur metrolardan biri. Pxenyan metrosi yer ostida 100 metr chuqurlikda joylashgan. Bu nafaqat transport, balki yadro urushi bo'lsa, butun shahar yashirinishi mumkin bo'lgan bunkerdir. Shimoliy Koreyada harbiy propaganda juda kuchli.
Televizorda tez-tez AQSh askarlari Shimoliy Koreya oldida taslim bo'lib, yig'lab kechirim so'rayotgan videolarni ko'rsatishadi. Bu videolar ko'pincha eski filmlardan olingan yoki maxsus suratga olingan bo'ladi. Bu kadrlar oddiy xalqga Shimoliy Koreya armiyasining yengilmas qilib ko'rsatish uchun ishlatiladi. Saylov esa alohida mavzu. Saylovlarda byulletenda faqat bitta nomzod bo'ladi va 100% odam uni qo'llaydi. Saylovda qatnashmasangiz yoki ovoz bermasangiz, sizni qattiq jazolashadi. Xullas do'stlar, Shimoliy Koreya ana shunday sirlar va g'aroyibotlarga boy makondir. U yerga bormaslikni o'zingiz hal qilasiz. Shaxsan men tavsiya qilmagan bo'lar edim. Bugungi videomiz sizga manzur keldi degan umiddamiz. Agarda videodagi ma'lumotlar, faktlar sizlarni hayron qoldirgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Kommentariyada esa men Shimoliy Koreyaga borishdan qo'rqaman deb yozib qoldiring. Qani necha kishi ekanmiz? Aytgancha, xuddi shu mavzuga oid Shimoliy Koreya haqidagi qiziqarli videolarni Telegram kanalimizga ham yuklaganmiz. O'tib ko'rishingiz mumkin. Bu Nimadir TV edi. Bizda hammasi qiziq. Ko'rishguncha sog' bo'ling va sochingizni har doim o'zingiz xohlagandek turmaklatib yuring. Xayr.